Assalomu alaykum YouTube va Instagram kanali obunachilari. Mana bizda navbatdagi yashiklarimiz bitgan holda turibdi. Bu yashiklarimizga 16 ta ramka tushadi. Ko'rishingiz mumkin, sifatli qilib bitkizib qo'yilgan. Yashiklarimizni taxtalari uchlikdan bo'lgan. Qolishi 207, 208 qolgan. Hamma joyi uchlik taxtadan. Litoglariga ahamiyat berasizlar. Litoglari chiroyli qilib ochib qo'yilgan. Teshiklari ham, dimoxodlari ham ikki tarafdan qilingan. Ko'k va sariq rangda bo'lgan bular. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa tez va sifatli yashiklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. Telefon raqamimiz 056 04 21. 91lik kodi bilan 056 04 21. Bu yashiklarimiz Toshkent shahri Bo'stonliqqa ketyapti, Bo'stonliq tumaniga. Har bittasiga 16 ta ramka tushadi. Bu yoqda 10 tadan 20 ta ramka yashiklarimiz. Bir tarafiga 10 ta, bir tarafiga 10 ta, 20 ta ramka tushadi. Bu yashiklarimiz ham sifatli qilib bitkizib qo'yilgan. Bularda poli 2 santimetrlik. Yon devorlari uchlik. Bu tarafda 4 tadan 8 ta ramka tushadigan yashiklarimiz. Oldini egasini o'zi bo'yab oladi ekan. Hamma tarafi ikkilik taxtadan bo'lgan. Qolishi ikkilik. 4 tadan 8 ta ramka tushadi bularga. Qopqoqlarimiz 2 santimetrlik. Tepasiga uchlik taxtani ikkiga bo'lib qoqilgani bo'ladi. Yashigimizga shu holatda tushadi. Mana shuni ko'rishingiz mumkin. Hamma tarafiga 3 santimetrdan chiqarilgan. Kazrok 3 santimetrdan chiqarilgan bunga. Endi ko'p yog'in-chachin ko'p bo'lganligi uchun menga 3 santimetrdan chiqarib bering deyishdi. Qo'ldan kelgancha chiqarib berdik. Tunukasi qalin. 0.3lik tunukadan xudo xolasa. Bu yomon bo'lib ketmaydi. Rangli tunukadan qilib berganmiz. Yomg'ir yog'sa, suv tushadigan bo'lsa, mabodo xudo xolasa tushgan suv oqib ketadi bu yerdan. Hamma yashiklarimizni shunaqa qilib beryapmiz hozir. Qopqoqlarimizga ham chiroyli taxtalarga ishlatilgan.